quvonch va go'zallikni his etaman. Kaviyet doğumunda bu kaviyet kaviyetten olan da asosan. Osmanlı Hatoya budur. Lekin hammani qo'lidan keladi kasbiy bo'lish. Uydagi vazifasi bilmagan ayollar o'qiy olib o'zini kasbiy edib uni farzandlarining ta'limini yaratishni sog'lom ikkinchi o'quv yili oxiridamiz. Mana shu o'qitish prinsipi, mana shu metodologiya. Buni ertaga kimlar davomchilar bo'ladi. Banopas kam ko'piga qarab yana o'qituvchiga ko'targani kamidek hamki shu tuzdan yig'lash boshladi uyga bormay yig'ladi deb o'qiyapti bu yerda qizim 4 yil boshqa maktabda o'qidi, maktab bu qiziqmasdi. Bu safar dam olishga bordik, papasi aytdiki yana 5 kunga cho'ziraymi? Yo'q papa dedi, men maktabga borishim kerak deb shunaqa qiziqib keldi, men shunaqa xursand bo'ldim. Ya'ni o'ylaysizlar shuncha odamni birlashtirib, bitta jamoa qilib, bizani bolalarimizga xizmat qiluvchi, bizani bolalarimizning joni dili bilan sevdirganingizga rahmat.